Assalomu alaykum, Milliy kat yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana biz Andijon viloyati Sharxon tumanida qish mavsumi uchun isitish sistemasini qilib berdik. Bu xonadonimiz 80 kvadratni o'z ichiga oladi. 80 kvadratli xonadonimizga 150 kvadratli kat yo'limizni ustanobga qilib berdik. Bu xonadonimiz kate sifatida qurilgan ekan. 1, 2, 3, 4, 5. Bu xonadonga 5 ta har xil panelli razmerdagi radiatorlar o'rnatib berdik. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Podachi tomdan tushib, radiatorga kirib, uklon bilan kat yo'lga qaytib ketyapti. Bu xonadonimiz juda ham proyektni zo'r qilib qurilgan ekan. Qish mavsumida issiq o'tirish uchun radiatorlarimizni zo'r qilib, keng qilib qishda issiq bo'lish uchun o'rnatib berdik. 50 ga 120 panelli radiator o'rnatildi bu xonadonga. Qishda xudo xolasa issiq o'tiramiz deb kat yo'limiz ham zapasi bilan o'rnatildi. Kat yo'limiz xonadonning orqa tomoniga o'rnatib berdik. Nerjaveka dimoxod kat yo'l 150 kvadratli pastdan yonuvchi kat yo'limiz. Ilashdimi Dostonbek? Bu samotok sistema bo'ldi. Bunga ham qo'shimcha ravishda 32 ga 6 sirkulyatsion nasos qo'shib o'rnatildi. Sistema tomdan podachi ketib, obratga poltaydan qaytib kelyapti. Nerjaveka dimoxod bilan. Mana kat yo'limizni ishga tushirib oldik. Bu xonadonga ponni sarf-xarajatlar, turba, dimoxod, kat yo'l hamma o'zimiz olib kelib ustanobga qilib berdik. Santexnik brigadalarimiz bilan 5 ta har xil razmerdagi panelli radiator, turba, izolyatsiya hamma yo'lni sistemani o'zimiz qilib bitkizib berdik. Sistemamiz samotok bo'ldi. Suv qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Ish jarayoni oxiriga yetib qoldi. Tugala kat yo'lda ham endi yoqyapmiz. Hozir mana santexnik brigadamiz oxirgi ishlarni klipsalarni qatiryapti. Dostonbek bo'lib qoldimi? Ismoiljon. Ishlar zo'r bo'ldi, sifatli bo'ldi, xudo xolasa. Chotki. Shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xonadonimizga ketgan sarf-xarajatlarni hozir hisoblab aytib beramiz. Sizlardan ham shunaqa xonadonlar bo'lsa, qancha pul ketishini narxini bilib olasizlar. Va bu kanalga obuna bo'lib qo'yamiz va shunaqa ko'mirli kat yo'l oqtarib yurgan, shu xonadoniga shunaqa sistema qildiraman deb oqtarib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz va bitta like bosib qo'yamiz. Bu xonadonda qanaqa xato va kamchiliklar gapirib o'tgan bo'lsa, savollar bo'lsa, kommentariyada yozaverasiz. Kommentariyada xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Uy egalari zo'r proyektda qilib, xonadonni qurib bitkizishni katta sifatida qilib, qish mavsumiga faqat o'zimiz mana shu xonadonda qishlaymiz-da, o'zlari uchun eng ekonomishni, mana bag'da xonadonlar bo'lsa ham bu tomonga qilmasdan, bu tomonda kotejda istamiz bo'ldi. Oilaviy yashagani zo'r sharoit qilishyapti. Xudo xolasa kat yo'limiz qishda o'z nimasini ishlash jarayonini ko'rsatib beradi. Bu kat yo'limiz 15 kvadratli kat yo'l, pastdan yonuvchi kat yo'l bo'lib, aqlli, avtomatik ravishda ishlaydi. Tagida ventilyator bor. Gradusda aytgan razmerida ligirovka qilib, aytgan gradusga qo'yib qo'yasiz. 50 ga qo'ysangiz 50 da o'chib yonadi. O'tib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi. Pastdan yonuvchi kat yo'l kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Va dimoxodimiz nerjaveka sendvichli 2 siloyli qilingan. Bu xonadonimiz issiq sistemasiga santexnik brigadamiz qishda chillasida -40 gradusda ham xudo xolasa 100% kafolat beradi. Har bitta radiatorlarimiz issiq olib suvni tekshirdik. 4 dona o'tin solib sinadi. Yozda issiq kuni bo'lganligi sababli ko'p o'tin yoqmadik. Har bitta radiatorlarni tekshirib sinab berdik. Shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqaveramiz. Santexnik brigadamiz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. 15 kvadratli kat yo'limiz o'z ichiga 40 kilo 45 kilo atrofida ko'mir sig'imi bor. Bu ko'mir sig'imi xonadonni tepla izolyatsiyasiga qarab 1 sutkagacha yonib beradi. Hozir kat yo'lni yoqib sinash uchun 45 gradusga olib chiqib qo'ydik. Vzirniy klapim bor, suv aylanyapmi yo'qmi deb faqat sinash maqsadida olib chiqdik. Bu kat yo'l tozalash uchun 2 metrli teplamenligi bor. Teplamenlikni ochib mana shu tozalash uchun qulay holatda. Bu yerdan kullarini olib tashlaysizlar. Ochib, kulini olib, ponni tozalab, shlak-plaklarni tozalanaveradi. Bu pastdagi eshigida kalasigini chiqadi, kalasigini olib, ponni kul, shlak-plak tozalab, yana kalasigini zapravka qilinaveradi.
Kat yo'limizni sinab berdik. Hamma radiatorlarda suv ishlayapti. Borib kelyapti, podacha obratkalarda tekshirib berdik. Bu xonadonga ketgan polniy sarf xarajatlarni hozir hisoblab nima qilamiz. Qanaqa savollar bo'lsa kommentariyada yozaverasizlar va ko'mirli kat yo'l oqtarib yurgan tanishlarga yuborib berib, bitta like bosib qo'yamiz va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yamiz kanalda mehmonlar. Bu xonadonga ketgan sarf xarajatlar hozir santexnik ustakamizdan bilib olamiz. Ustaga qancha sarf xarajat bo'pti? Bitta hisoblab bering endi. Mana. Hop, pasi. Bu o'sha olingan narsa 640 milliy narsa ortib qopti. Ortib qopti. Qaytarib. 9 million 360 ming so'mlik material ketibdi uyga. 8 million 300 ming kat yo'limiz, 15 tali nijni. Xizmat 450 dan 2 million 700 ming bo'ldi. 5 ta radiator kat yo'l bilan 6 ta. Demak, xotimiz 1 million 640 ming bo'ldi. Bir donasi 410 ming so'mdan, ha? 4 ta ketdi. 4 ta. Rashtini bachok qalinroqdan bo'lib qoldi, 280 minglik bo'lib qoldi. 22 million 280 mingga tushdi shu xonadon. 22 million 280 mingga 80 kvadratli xonadonimiz isitish uchun shuncha sarf xarajat ketdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasiz va kanalda mehmonlar podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yamiz va ko'mirli kat yo'l oqtarib yurgan tanishlarimizga yuborib qo'yamiz. Shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, Santexnik brigadamiz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Qanaqa savollar bo'lsa kommentariyada yozaverasizlar. Mana ortgan turba hamma yo'qni o'zimiz qaytarib olib ketilyapti. Hisob-kitob qilib. Akalar like bosganlarga menga ham pul bermaydi, sizlarga ham pul bermaydi. Prosta bu videomiz keng tarqalishi uchun foydasi bor. O'shaning uchun like-ni ayamasdan gumillatib bosaveramiz.